Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Pavilyonni obzorini boshlayapman. Ketdik, birga ko'raylik. Demak, pavilyon 2,5 metrga 2,5 metr. Uch ustida paneli bor. Bizga svet beradi. Cho'l dashtlarga borganda juda kerakli. Hozir ham mana sim ulangan. Bitta ikkita drill ishlarini bor, o'shalarni ishlatyapmiz. Demak, svet bilan bizlar nima qilamiz? Pastda 200 yo'q, kechirasizlar, 500 litrli bak bor. Ana shundan suv tepaga chiqadi. Tepaga dush qilish uchun va rakvina bor, rakvinada qo'l yuvish uchun. Keyin ichkarida xolodilnik bor. Kerak bo'lganda 24 soat ishlatamiz. Ichkarida lampalar bor, ichkarida bitta kichkina televizor bor. Keyin zaryadchik telefonlar hozir zaryad kerak. Shuning uchun svet ana shu narsalarga kerak bizlarga. Endi yon tomondan mana bitta oynasi bor. Nima deydi? Akfali va pashsha kirmaydigan setkasi bilan juda ham qulay dasht zonalarda. Va buni razmerini aytsam agar, mana shu 3,5 metrga 2 metrdan ko'proq. Endi ari zonasiga o'tamiz. Ariniki hozir mana shu bitta, ikkita, uchta shunday qilib 15 ta ari bir qatorda, hammasi bo'lib 60 ta ari bor. Balonlari ikkitalik, ikkita bu tomonda, ikkita u tomonda, ikkita bu tomonda, ikkita u tomonda. Masalan, mabodo bittasi yorilib ketsa ham, ikkinchisi bilan haydab ketaveriladi. Yo'lda qolib ketmaymiz. Endi mana bu narsasi bor. Bu zilmi, kamazmi bitta ulaydi-da, pavilyonni aytgan joyimizga olib ketadi. Ichkariga kiramiz. Tak, tepada lyuk bor. Lyukni xohlagan payt ochamiz, xohlagan payt yopamiz. Bitta qo'l bilan yopsa ham bo'ladi. Endi tak, oilalarni haqida gapirsak, mana bu hammasi nomerlangan. Mana birdan boshlanadi, 2, 3, 4, 5 mana qilib 15 gacha, ikkinchi qator 30 gacha, 45 va eng oxirgisi 60 gacha. Demak, mana bu oilani hozir ochilishi osongidan ochiladi, osongidan yopiladi. Va buni ichida ishlash uchun, asalni olish uchun bizga mana bunaqa bizlar o'zimiz ism bergan xokandoz. Mana shu xokandozni shunday olib, shu yerda kiygiziladi. Mana ikkita samarizda ulanadi. Samarizda ulanadi va mana bu yerda temirchasi bor. Mana shu temirchasini shunday ko'tarib tortsangiz hammasi keladi. 15 ta romga ketadi. Endi buni razmeri standartni o'zi 40 nechiga, 42 ga ham 43 mi va bunaqasi 38 mi shunaqa. Mana shunaqa gap. Tak. Menimcha sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berdim deb o'ylayman. Yana kommentariyada nima savollaringiz bo'lsa yozasizlar. Mabodo biron joyini ko'rsatmadimmi, aytmay o'tdimmi, shu kommentariyalaringizga javob berishga harakat qilaman. Doimo kuzatinglar va birga bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.